Hammaga salom. Men ismim Hilola. 26 yoshdaman. 20 yoshimda turmush qurib, hozir 2 ta farzandim bor. Bugun eng ko'p keladigan savollarga javob bermoqchiman. Men Amerikada UGC bilan shug'ullanaman. UGC bu nima? Bu user generated content, ya'ni foydalanuvchi tomonidan olingan video, o'zbekcha qilib tushuntirganda, 2 yo 3 yil oldin videolar qilishga qiziqib kurs sotib olib o'qiganman. Videolar qilishni o'rganganman, ya'ni videolar qilishni bilardim. Amerikaga kelib ham bo'sh o'tirmadim. Amerikaga kelganimga 3 yil bo'lgan bo'lsa, отправкаlar qilardim. Ya'ni O'zbekistondan zakaz olib, zakazga jo'natardim kargo orqali. Bo'sh o'tirishni yomon ko'raman. Shuning uchun qidirib mana shu UGC'ni topganman. O'zim ham qiziqqanim uchun u menga eng mos tushadigan narsa deb. Bu UGC uchun Instagramingiz aktiv bo'lishi kerak, lekin men turmush o'rtog'im birinchi ruxsat bermaganlar. Zo'rg'a ruxsat olganman. Kurs sotib oldim, videolar qilishni boshladim. O'z videodan xabarim borligi uchun menga oson bo'ldi bu narsaga kirish. Platformalarga Join Friends, We Sponsored degan Kale, ana shu platformalar orqali pul topganman. Boshida O'zbekistonga ketishimni oldim, $500 topganman. Pulim bolnitsiyaga tushib qolgan. Operatsiya bo'ldi. Kelishim juda qiyin bo'lib, to'xtatib qo'yganman bu narsani. Keyin O'zbekistonga borib kelganimizdan keyin mana yaqinda boshladim. Xudoga shukr, shuncha paytgacha zo'r brendlar bilan ishladim. Ular menga pul to'lab berishdi. Qancha topgan pulim bu ochki, buni eslolmayman. Ana shu ochki brenddan 5 xil, 6 xil ochki kelgan, jo'natib berishgan edi. Zreniyamga moslab hammasini zo'r. Reels bitta rasm uchun menga $120 to'lashgan. U o'sha birinchi ishlagan pulim edi. Keyin o'sha Kel aytgan platforma orqali 30, 40, 28 har xil mana shunaqa pullar topishni boshlaganman. Общий hammasi $500 bo'lgan. Kimdir qiziqishi bo'lsa, UGC bilan shug'ullanayotgan yoki UGCni endi boshlamoqchi bo'lsa, конечно, maslahat beraman, lekin hali o'zim kurs qilib sotadigan darajada bilimim yo'q. Har xil brendlar bilan ishlashni boshladim. L'Oreal, Garnier, Medicube, Anua, Wonderskin, Dermatology, Kiehl's. Juda faqat mahsulot uchun ishlardim. Ya'ni ular menga jo'natishardi, men faqat video qilib berardim. Hozir o'sha videolarimga даже pul to'lab berishadi. Menga Armani'dan ham duxi keldi, yangi chiqqan duxisi. Ismlarimni yozib, ism bosh harfini yozib jo'natib berishgan edi. YouTubedan kelgan. Talageli maskalari, kremlari, mana bunaqa sprey keldi. Даже mana bunaqa ishtaha bug'adigan vitaminlar ham kelgan. Anuadan ham mana bunaqa 4 xil, har xil yuzga tushadigan SPF'lar kelgan edi. Bu brend bilan, buni ko'pchilik bilsa kerak, Sephora Ulta Beauty'larda sotiladi bu. Har 2 oyda kosmetikalarni jo'natishadi. Uzog'i 3 ta kosmetika o'zingiz tanlab olasiz, ular sizlarga tekin jo'natib berishadi va sizdan faqat bitta video kutishadi. Yana bitta platformadan pulli kollaboratsiya olgan edim. Mana bunaqa Wonderskin, bu Sephora'da ham sotilar ekan. Videosini tayyorlab berganim uchun $100 to'lab berishadi. Bu brend uchun faqat inglizchada gapirish kerak. Men inglizcham uncha zo'r emas, lekin isiga qiziqib rivojlantirib boshladim o'zimda. Bemalol $1000-2000 topa olaman. Umuman kosmetika sotib olmayman ham. Buni ko'rsatishdan uyaladigan qizlar ham desanglar bo'ladi. Do'kni o'zini chiroyli qilib video yasash yo'llari bor. Yuzingizda ishlatmasdan, yuzda turib, ishida shug'ullanish uchun Instagramda podpischikingiz ko'p bo'lishi ham shart emas. 10 ta podpischikingiz bo'lsin, lekin video zo'r bo'lsin, ular sizga produktlarni bemalol jo'natishadi. Bir xil brendlar bor, qaraydi, PR package, ya'ni ular sizlarga просто video podarka jo'natadi. Sizlar zamin video qilishlaring shart emas. Ana ularga lekin podpischikingiz reально 1000 или 2000 bo'lishi kerak. Har bitta UGC creator o'zini portfoliosi bo'lishi kerak. Ichida videolaringiz, rasmlaringiz, videoni qancha pulga qilishingiz, qaysi brendlar bilan ishlaganingiz, hammasi o'sha portfolioning ichida bo'lishi kerak. Ularga oson bo'ladi sizni tanlash. Turchi kelgan hamma savollarga javob berdim deb o'ylayman. Agar yana qanaqadir savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Men keyingi videoda yana javob berishga harakat qilaman. Hammaga rahmat.